qarsildoq qilib pishirilgan baqlajondan shunaqa og'izga yoqadigan salat tayyorlab ko'ring. Bitta baqlajonni po'stidan ajratib olib, shunaqa kubik usulda to'g'rab chiqamiz. Sho'r suvga 20 daqiqaga tindiramiz. Sarimsoq piyozni maydagina qilib to'g'rab olamiz. O'zingizga yoqadigan bironta ko'katni olib, uni ham maydalab to'g'rab oling. Maydalangan sarimsoq piyoz bilan aralashtirib olsangiz ham bo'ladi. Bir dona kattaroq pomidorni ham kubik usulida to'g'rab oling. Ana endi baqlajonlarimizni quritib olib, kukuruz kraxmalga yaxshilab belaymiz. Qizib turgan yog'ga solib qovurib olamiz. Mana qarsildoq baqlajonlarimiz ham tayyor bo'ldi. Mozzarella kaptokchali sirlarimizdan ham usab olamiz. Ana endi barcha to'g'ralgan masalliqlarni bitta idishda shirin maza beradigan salat sousi bilan aralashtiramiz. Masalliqlarni mehmon kelishiga 5 daqiqa qolganda aralashtirsangiz, salat pomidor suviga bo'kib qolmaydi. Shunaqa noodatiy retseptlar kerak bo'ladigan bo'lsa, kanalimga obuna tugmachasini bosib, like bossangiz savobingiz 2 karra oshadi. Qutlug' Ramazon oyi muborak bo'lsin, dindoshim.